Xudoga shukr. Endi qishga xarajatlarni yozish kerak. 1 million so'm oylik. Ha. Yeb ichish kel xotinni onasinikiga yuboraman. Bolalari bilan. Plus bolalarga kiyim-kechak o'zlari olib berishadi. Plus kredit 1 million so'm. Qaynonamni otiga olganman. Domod kerakmi? To'laylar. Plus yeb ichish. Xotin ketsa, menga kim ovqat qilib beradi? O'zim ham boraman. Plus manday domodlarni uylariga kiritmasalar, uyat bo'lar. 1 million so'm oylik chisti foyda qolar ekan. Malades, erkak.